Bu yerda sen o'ylaganingdan ham jiddiyroq narsalar bor, qizim. Qanaqa jiddiy narsa? Alo? Qizim, o'g'limning kiyimlari ichidan bir xat topib oldim. Ammo uni o'qiy desam ko'zim o'tmayapti. Kelsang yaxshi bo'lardi. Xat? Hozir boraman, onajon. Qizim, quloq sol. Bo'lgan ish bo'ldi. O'sha Sherzodni ham, qabrini ham unut. Hayotingni boshqatdan boshla. Sen o'sha Sherzodni uchratguningcha katta maqsadlaring bor edi. Amerikaga ketib o'qimoqchi eding. Hammasini unut, qizim. Hayotingni yangidan boshla. Xohlasang Amerikaga yuboraman. Nimalar deyapsiz axir? U mening erim edi va men uni sevganman. Men aniq bilaman. Axir u yaxshi inson edi. Uning birinchi xotini borligini ham bilarmiding? Mana, ko'rib qo'y.